Bunaqada kelma mana shularda ko'tini bo'lib. Yig'ishtir, qo'ysangchi. Otang qilgan ish chiqib. Type-C. Bu yoqda 3 million oylik gapiradi, bu yoqda odam turadi, bu yoqda kelajak turadi. 7-8 minglik mashina mindik birinchi, keyin 10-15 ming dollarlik, mana hozir 30-40 ming dollarlik. Ishoninglar, yozilgan bo'lsa $1 million topasizlar. Voy, ko'ping qo'yib ketdi. Ovoray. Eng yomon narsa mana shu. Kimdir fikri, kimdirga raqobat, yo'q, raqobat. Bitta narsa bor, qilish kerak, uddalash kerak, pul topish kerak, muvaffaqiyatga erishish kerak. Erishmasangiz ham xatoda, vaqt o'tib ketaveradi. Mana hamma bilan ovunasiz, mana og'aynilar, do'stlar. O'zi vaqt o'tadi, pichoq kelib suyga taqaladi, hamma o'zini hayoti bilan o'zi bo'lib ketib qoladi-yu. Birov-birovga do'ljin bo'lmay qoladi o'zi. Haqiqatan hozirdan ham do'ljin emas. Biz yonimizda deb o'ylab qolamiz-da. Sarob bo'ladi-yu. Yo'q narsa, ko'zi ko'rinaveradi. Shuning uchun faqat ishlash kerak. Ne только bu trading sohasi, umuman qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar. Ishlash kerak. Men rosa yomon ko'raman kimdirlarning fikri bilan ish qilib, kimdirlarning fikri orqali, mana kimdirlarning fikri bilan kelajagidan kechadiganlar bor-ku, mana harakat qilmaydi. Men o'zim o'g'aylarimda ham ko'p, men buni qilmoqchi edim. Men nima qilmading? Bu bunaqa deyapti, bu bunaqa bo'lmas ekan. U qilib ko'rgan ekan bu sohani? Yo'q. Nimaga? O'zi undan so'rashing, uni gapini eshitishing o'zi bitta xato narsa. Kim nima deydi, nima qiladi u? Ertaga pushaymon qilib qo'ygandan ko'ra odam ishlash kerak-ku, ishlamasa juda achinarli narsa-da, juda achinarli narsa. Juda. O'zi sohaga kirish qiyin emas. Mana любой sohaga kirish qiyin emas. Nimadir ish boshlash, nimadir ish amalga oshirish qiyin emas. Qiyin narsa qaror qabul qilib olishda. Mana aksariyat hozir mana trading sohasi odamlarning fikrida qimor, trading sohasida ishlaydiganlarning ko'plari mashinnik, shunaqa fikrda bo'lib qolgan odamlar. Nima uchun? Chunki odamlar o'ylamasdan kiraveryapti. Bundoq qaraydi ijtimoiy tarmoqqa, qilyaptimi natija, ko'rsatyaptimi xalqqa, bo'ldi, men ham qilaman shuni. Yo'q, sen o'ylab ko'r oldin. Seni iqtidoring savdo sotiqdadir, balkim sen ustadursan yoki rassomdursan. Ichidagi o'zini topib olish kerak odam. Kimligini, asli kimligini topib olsa, keyin qilsa bo'ladi. Men o'sha o'smir yoshimda 16, 17, 18 yoshimda o'sha kuni ham aytdim-ku, qanaqadir qichinim ham yo'q qo'limda, yoki keladigan joyi yo'q, yoki menga beradigan inson yo'q, lekin men ishonardim. Ishonsizmi? Qanaqadir ichimdan uverенность bo'lardi. O'shanaqa narsa ichingizdan talchug berib turish kerak-da sizga. Hani bilmaysiz qatdan kelayotganini. Ishonasiz o'sha narsaga erishishingizga, o'sha narsani olishingizga, qo'lingizga ushlashingizga, unga erishishingizga ishonasiz. Ana o'sha sizga nima desa bo'ladi, tasdiqlab beradi. Bitta video bor-ku, bu yoqda 3 million oylik gapiradi, bu yoqda odam turadi, bu yoqda kelajak turadi. Menga ishonch kerak deydi. Qanaqa qilib ishontira olasan meni desa, men seni ishontirmayman, lekin men aldamayman deydi, kelajak gapiradi. Men seni ishontira olmayman hozir, hech qanaqa tasdiq yo'q, seni muvaffaqiyatga erishasan mana degan narsa yo'q, lekin men aldamayman deydi. Kelajak ham shunaqa. Alloh bizni aldamaydi-da. Hech qachon aldamaydi. Faqat biz qadam bosishimiz kerak, ishonib. Qadamni shunday bosib berishimiz kerak. Odam yashirgan hamma narsa tavakkal. Mana oddiy misol yozishadi. Aka 100% mi, aniqmi? Siz ham sohangizda bo'lsa kerak. Hamma sohada bor. Aniqmi, 100% mi? Javob berasanmi? Voy, sen o'zingga javob bera olmaysan hozir. Misol uchun yashashingga, nafas olishingga javob bera olmaysan. Men qattan javob beraman. Ishoninglar, hech kim hech narsaga javob bera olmaydi. Hech kim. Mana men ham hozir hech narsaga javob bera olmayman. Siz ham hech narsaga javob bera olmaysiz. Hech kim hech narsaga javob bera olmaydi. Hammasi
o'tkinchi, qo'shimcha yolg'on gaplar. Har doim Xudo xohlasa, nasib qilsa gapirish kerak. Bo'ldi. Hamma o'sha Allohga ishonib, o'sha kammi ko'pmi bilimiga tayangan holatda ish qiladi har doim. Har doim. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Har doim shunaqa. Absolutni qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar. Ishoninglar, to'g'ri. Ko'pincha biz aytganday bo'ladi, o'sha nasib qilgan bo'ladi-da. Nasib qilgan bo'ladi. Biz ko'p dunyo bilan ovunib, dunyo qoidalariga rioya qilib qo'yganmiz-da. Dunyo qoidalari, dunyo prinsiplari, dunyo strategiyalari bilan ketib qolamiz. Ishoninglar, shunaqa joyi bo'ladi. Bitta chalg'iymiz, yomon chalg'iymiz. To'g'risida yolg'on narsada ko'p. O'shaning uchun meni maslahatim, qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar, odam ichki o'zini ovoziga ishonish kerak, eshitish kerak o'zini o'zi. Birinchi o'rinda o'zini o'zi hurmat qilish kerak. Qat'iyatli bo'lish kerak, ishlash kerak, qochish kerak emas. Absolutni atrof muhitga, negativ insonlarga ahamiyat qilish kerak emas. Yomon tortadi atrof muhit. Shunaqa tortadi, insonni chalg'itadi. Chek-chegarasi yo'q. O'zi erisha olmaydi, qila olmaydi, 100% qila olmaydi. Lekin birovni ham erishishini xohlamaydi-da. O'sha yo'ldan chalg'itib turish kerak. Hech bo'lmasa. Mana oyoqdan yiqitish kelmayaptimi, boshqa kelmayaptimi, hech bo'lmasa shu yo'ldan chalg'itib tursa, shu negativlik qilib tursa, ishonsizlar, psixologik bosim o'tkazsan odamga, shu yig'ishtir. Mana oddiy qilib aytganda, misol qilib sizlarga qo'ysangchi, otang qilgan ish chiqib, boshqa balo battar. Sen qo'ymassan-u, yo molmassan, hayvonmassan. Sen o'zingning fikring bor, o'zingning dunyo qarashing bor. O'zing qil hammasini, nima keragi bor u? Eng qat'iyatli, kuchli inson, nolga o'tirib, qarzga kirib qolganda ham o'ziga o'zi ishonib, turib harakat qilayotgan inson eng zo'r inson. Ishoninglar, yozilgan bo'lsa, $1,000,000 topasizlar. Yozilgan bo'lsa, $1,000,000 qarzga kirib, qarz bilan o'lib ketasizlar, hayotdan o'tib ketasizlar. Qo'rqish kerak emas. Umuman qo'rqish kerak. Nimadan? Nimadir yo'qotib qo'yishdanmi? Nimadir qila olmaslikdanmi? Umuman qo'rqish kerak emas. Qo'rquv shunaqa tuyg'uki, shu odamni oyog'idan tortib turadi. Sekinlashtiradi, o'yga choldiradi. Shu o'ylab qolasizlar, ko'p o'ylaysizlar. Ko'p o'ylagan inson qolib ketadi marafonda. Juda qolib ketib qoladi. U noto'g'ri narsa-ku. O'shaning uchun maksimalni qarash kerak emas, e'tibor berish kerak emas. Faqat ishlash kerak. Nashta ham bir remont qilib qolaman. Yaxshi, tomimizga tushmasa bo'ldi ish qilib. Menga qarang, lekin tegib ketmasin bizga. Tegsa yo'g'raman deydi. Bitta narsani boya maqsad to'g'risida gapirdik-ku. Finish. Qisqa qilib aytganda. Katta finish qo'yish kerak. 200 metrga yuguraman desanglar, shu ko'zinglarning atrofidagi narsani ko'rasizlar. Bir 20 kilometrga finish qo'ysanglar, yo'lingizdan sizlar kutmagan, sizlar o'ylab ko'rmagan manzaralar chiqadi. Yo'llar chiqadi. Endi sodda qilib tushuntiraman-da. Nima demoqchiman? Hayotni ko'rasizlar, o'rganasizlar. Katta maqsad qo'yaverish kerak. Farqi yo'q, siz katta pul ko'rganmisiz, ko'rmaganmisiz, qiziq emas. Siz katta maqsad qo'ying bo'ldi. Asosiysi pulga muhabbat qo'yish kerak emas. Pul uchun nimadir ish qilish kerak emas. Pul uchun. Pul nima uchun topiladi? Pul yaxshi yashash uchun, komfort hayotga erishish uchun topiladi. Ochko'z bo'lish kerak emas. Har doim inson
ochko'zligidan nafsini orqasidan ilinib kelgan qarmoqqa. Bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. Shuning uchun maksimalni pulga muhabbat qo'yish kerak emas. Shu 10 mingmi yo'qotilinish kerakmikan? Yo'qotilinsin bo'ldi. Kerak emas. Ketish kerak bo'lgan pul ketish kerak. Ushab qolishdan yo uni ushlash uchun harakat qilib asabdan ketishdan foyda yo'q. Hayotda iloji boricha oldinga nimadir muammo bilan qolsanglar, o'ylab qolsanglar, o'ylab qolib ketib qolasizlar. Sizlar undan ko'ra bir 20 kun yurganinglar yaxshi-da, ya'ni muammo rishat qilaman deb qolib ketgandan ko'ra 20 kun ishinglarni qilsanglar, o'sha muammo o'zi avtomatik hal bo'lib ketadi. Yoki hal bo'lmasa ham u muammo o'zi muammo emas bo'lib qoladi. Mehnatning evaziga o'zi rishat bo'lib ketishi mumkin. Maksimalni harakat qilish kerak, qat'iyatli bo'lishga, kuchli bo'lishga. Odam yutqizib qo'ysa yomon. Kimdirga emas, o'ziga o'zi yutqizib qo'ysa yomon. Hayotida oldiga qo'ygan maqsadiga erishmasa yomon. O'zi aytgandek, inson bo'lmasdan shu joyda qotib qolsa yomon. Yomon-da. Odam o'zini o'zi hurmat qilmasa, o'zi aytgan ishni o'zi qilmasa, bo'ldi, birovlar hurmat qilishga yotib tursa, o'zini oldida o'zini hurmat qilmaydi. Bir teng bo'lib qoladi. Shu sababli ham maksimalni harakat qilish kerak, maksimal. Bor skorsda. Bitta kofe ichsa yo'q ketadi. O'ja nimaga? Voy, baqada kelma, mana shularda ko'tinib bo'lib. Rasi yo'qdi o'sha mashina. O'zi birinchi mashinam bo'lsa derdim, farqi yo'q edi. Chunki rasi qiynalib ketardim mashinasiz. Yomg'ir sochindi, ishdan qaytayotganda mashinam yo'q paytda. Yaxshi qiyin bo'lardi. Men sarg'ib, taksi to'xtatib, yaxshi qiyin bo'lardi. Juda. Ikki oyoqda tur, sovqat. O'sha joylardan o'taman, ming shukr. Hamma narsa etap bo'lar ekanda, odam yo'q narsadan sirazi 100 ming, 50 ming dollarlik mashinaga o'tirmas ekan. 7-8 minglik mashina mindik birinchi, keyin 10-15 ming dollarlik, mana hozir 30-40 ming dollarlik. Ketaveradi, 60-70 minglik minamiz, 100 minglik minamiz. Misol uchun mana odam hayoti bor-ku, muvaffaqiyatga erishishini shunaqa tasavvur qilaman-man. Mana biz zinadan yuramiz, litsenziyada. O'sha zinani biz o'zimiz quramizda, o'zimiz qurib yuramizda hozir. Bitta qurib yursak, yiqilayotganimizda ham o'sha bitta zinaga tushadi. Kim bu? Telefon zartga qo'yasiz. Galovkasi bo'ladi. Kabel ulaysiz, nimadirlar qilasiz, xuddi shunaqa ekanda bu. Type-C. Mana psixologiya, trading sohasida birinchi o'rinda turadigan narsada, chunki insonni tashab qo'ymasligi, bitta qaror qabul qilgandan keyin u qaroridan chetlashmasdan o'sha maqsad yo'lida ketishida. Chunki bizning hayotimizda biz mana reja qilamiz-ku. Men bu ishni qilaman, bu etapdan o'taman, birinchi strategiya tuzaman, keyin pul topaman, ishlayman deymiz-ku. O'zi inson qaysi sohada ishlashini yo'lga qo'yib olish kerak-da. Inson ishlayotganda bitta yo'nalishmi, o'sha yo'nalishni olib ketishga harakat qilish kerak. Qiyin bo'ladimi, osonmi? Chunki bizni kutmaydigan udarlar bor-da. Jangda bizni kutmaydigan udarlar bor. O'sha udarlarga biz turib berishimiz kerak. Hamma narsa ham biz o'ylagandek bo'lmaydi-da. Aslida biz o'ylagandek bo'lmaydi umuman. Katta pul topishimiz mumkin qisqa muddatda. O'shalarga tayyor turish kerak. Ularni ushab qolish, uni yo'qotib qo'yish, yo'qotib qo'yganda o'zini tutish, yo'qotib qo'ygandan keyingi yana davom ettirish juda ko'p. Juda ko'p. Juda chuqur soha buni. Tubi yo'q. Umuman yo'q.
Biz iloji boricha harakat qilishimiz kerak, qo'yib yubormaslikka. O'ylaylar, sizlar mana 6 oy beryapsizlar, oldinglarga maqsad qo'yyapsizlar, 6 oy muddat. Bu 6 oy muddat kam bo'lishi mumkin. 6 oy muddat sizlar maqsadingizga erishadigan muddatni 100 dan biri bo'lishi mumkin yoki 10 dan biri bo'lishi mumkin. Sizlar turib berishinglar kerak-da, chidashinglar kerak. Iloji boricha fikringlar o'zgarish kerak emas. Unga kirib ketadi atrofdagi odamlar, oila a'zolar, ularning fikri ham, ularning gapi ham shunaqa ta'sir qiladi, ishoninglar. Sizlarni borib shundoq to'xtatib qo'yishi ham mumkin. Sizlarga nima desa bo'ladi? Qat'iyatinglarni kuchaytirib, yanada 2x harakat qilishinglar ham mumkin-da. Bu rosa ko'p, juda. Mana gapirilayotgan gaplar bor-ku. Sizlar tushunmasliginglar ham mumkin bu narsani. Iloji boricha inson o'zi his qilib ko'rish kerak. Chunki mana men o'rgatganman, nechtadir bolaga 10 ta, 15 ta, 20 ta. O'sha bolalar mana 7 oy, 8 oy bo'lgan bo'lsa, endi tushunayotganlari bor. Soha qanaqa mashaqqati bor, nima to'siqlari bor. Endi tushunib, mana endi harakat qilayotganlar bor. O'shaning uchun tushunib olish, sohada ketish juda vaqt talab qiladi. Iroda mustahkam, qat'iyat, sabr juda kuchli. Iloji boricha to'xtash kerak emas-da, ishonasizlarmi? To'xtash kerak emas. Maksimalni harakat qilish kerak bo'lmaydi, yana harakat qilish kerak bo'lmaydi, minus bo'laveradi. O'sha narsalar bir kun kelib sizlarni qoplaydi. O'shanga ishonishinglar, irodani mustahkam qilishinglar, bitta aytgan fikringlarda turishinglar kerak. Maksimalni. Bo'ldi. Voy, ko'ying qo'yib ketdi. Ovoray. Iloji boricha qancha pul topsak ham kamroq rasxod qilishimiz kerak.